Ko'pchilik baribir tushunmaydi deb o'ylayman. O'shaning uchun hozir indikatorni uстановкасы bilan shug'ullanamiz. Masalan, kanalimizga keldi. Indikator, indikator. Mana bu indikatorni birinchi рабочий stolga qo'yib olamiz. Рабочий stolga qo'ydik. Endi рабочий stolni yopamiz. Endi MetaTrader 4 platformasini ochasiz. Platformani ochganingizda fayl qismiga kirasiz. Открыть katalog данных bor. Mana shu katalog данныхdan kirib, MQL 4 ga kirasiz. MQL 4 da indicators bor. Indicatorsga o'sha рабочий stoldagi indikatorni tashlaysiz. Mana paydo bo'ldi. Bitta update qilib olamiz. Bo'ldi, buni o'chiramiz. Endi MetaTrader 4 platformasiga kirib Ctrl N ni bosamiz. Ctrl N deb yozilgan. Buni bosganimizda indikatorlar chiqadi. Shu o'rnatgan indikatorimiz chiqishi uchun bitta update qilamiz. Bitta update qilganimizda mana birga tushdi. O'sha bosamiz. OK deb bosamiz, bo'ldi. O'chiramiz. OK deb bossak paydo bo'ladi mana indikatorimiz. Keyin bunday bosib ko'raveramiz. Efering. Hop. Hozircha shu. Buni o'chiramiz.